Avvallari kalimani eshitsam, qo'rqib ketardim. Allohu akbar. Ko'pgina tushunchalarim xato edi. Muslima ayollarni ezilganlardan deb o'ylardim. Nega ro'mol o'rashlari kerak? Buni noto'g'ri hisoblardim. Ko'plab tushunmovchiliklar bo'lgan. Ko'chaga chiqqanimda odamlar menga e'tibor berishini xohlardim. Lekin shu bilan birga noto'g'ri odam qarasa, jahlim chiqaverardi. Takabburligim juda kuchli bo'lganligi sabab Qur'on o'qishni boshlaganman. Rostini aytsam, undan ziddiyatni topmoqchi edim. Islom ayollarga turli tomonlama erkinlik beradi. Aslida ularni yuksak maqomga ko'tarib beradi. Xayolimda ayollar zulm ostida edi. Keyin islomni o'rganishni boshladim va aslida jamiyat ayollarni ezayotganini tushundim. Topganim faqat mukammal hayot tarzi edi. Qur'onda topgan narsalarim faqat ilmiy dalillar edi. Tadqiqotim davomida Qur'on betakror adabiy uslubga ega kitob ekanligini bildim. Hech qanday zidlik yo'q edi. Ko'chada yurishdan rohatlana boshladim. Ya'ni oddiy yurishdan tomoshabob emasligim yoqa boshladi. Birinchi marta odamlar men haqimda nima deb o'ylayapti degan xavotirlarsiz yashay boshladim. Islom menga shu lazzatni berdi. Ismim Loren Bus. Men jurnalist, yozuvchi va aktrisaman. 1967-yil Londonning shimoliy qismida Hampstead shahrida tug'ilganman. Shunday qilib 2010-yilda islomni qabul qildim. Alhamdulillah. Men Sinx diniga e'tiqod qilib ulg'aydim. Ota-onam hindlar edi. Men Buyuk Britaniyada tug'ilib o'sdim. Taxminan 24-25 yoshimda musulmon bo'ldim, alhamdulillah. Londonda tug'ilib o'sganman. O'zimni aslida ateist bo'lganman deb hisoblayman. Sharqiy Londonda tug'ilib o'sganman. Onam italiyalik. Onam bilan cherkovga borganimni eslayman. Cherkovga borganimda ruhan va ma'nan qoniqqanimni his etardim. Lekin savollarim bor edi. Ya'ni aqlan va mantiqan boshqa bir insonga qanday qilib sig'inishim mumkinligini tushuna olmasdim. Yoshligimdan bu narsa menga noto'g'ridek tuyulardi. Shubham bor edi. Bir kunni hech esdan chiqarmayman. O'shanda cherkov ruhoniysi bilan gaplashib, unga shu savolni bergandim. Bilasizmi, shu savollarni so'raganimda u faqat ishoning dedi. Buvimga bo'lgan yuqori hurmatim sababli ularga juda ko'p savollarni bera olmasdim. Ulg'ayganim sari ulardan nega ular uchta deb so'rashdan to'xtamadim. Ular esa shunchaki ishonishing kerak deyishardi. Xullas bu mavzu doim yopiq eshikda edi. Javobini bila olmagan savollarim bor edi va Iso alayhissalom Xudoning o'g'li ekanligini qabul qilishda qiynalardim. Xudo qudratli va hamma narsaga qodir bo'lsa, nega, nima uchun Iso bizning gunohlarimiz uchun o'lishi kerak degan fikrda edim. Nega Isoga ibodat qilishimiz kerak? Bu tushuncha menga g'alati tuyulardi. Tushuna olmasdim. Shuning uchun shunday savollar berardim va go'yoki bunday savollar bermasligim kerakdek meni to'xtatishga harakat qilishardi. Bundan aniq jahllari chiqqan deb ayta olmayman, lekin meni jiddiy qabul qilishmagan. Agar u Xudo bo'lsa, nega u o'lish kerakligini tushuna olmasdim, chunki Xudo o'lmaydi. Buni tushunish juda qiyin edi. Nega Xudo o'z farzandiga bunday qilish kerak? Farzandi ekan, nega uni qiynagan, nega qutqarmagan, yoniga olib ketmagan? Bola bo'lsam ham shularni o'ylardim. Qanday qilib Xudo o'z farzandiga bunday qilishi va bunga yo'l qo'yishi mumkin? Islom haqida birinchi nima deb eshitdingiz? Salbiy fikrlaringiz bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Biroz islomofob ham bo'lgandirman. Bilasiz, o'sha vaqtlarda ko'proq voqealar Iroq va shu kabi davlatlarda sodir bo'layotgandi. Avvallari kalimani eshitsam qo'rqib ketardim. Allohu akbar. Bu meni qo'rqitardi. Musulmon erkaklari men nazdimda juda ham qattiq qo'l, ayollarni uradi deb o'ylardim. Ya'ni shunday noto'g'ri tushunchalarim ham bor edi. Muslima ayollarni siquv ostida deb o'ylardim. Nima uchun ular ro'mol o'rashlari kerak? Bu to'g'ri emas-ku derdim. Juda ko'p savollarim bor edi. Islomda nima sizda eng ko'p taassurot uyg'otdi? Qizig'i shundaki, muslima ayollar haqidagi barcha noto'g'ri tushunchalarimga qaramay, islomda birinchi bo'lib o'rgangan mavzuyim aynan ayollarning islomdagi o'rni bo'ldi. Shuning uchun juda ko'p ma'ruzalarni tingladim. Internetda juda ko'p maqolalar o'qidim. Darussalom nashriyotidan Islomdagi buyuk ayollar kitobi haqiqatan juda ham zo'r edi. Fikrimcha, ayollar bosim ostida edi. Keyin islomni o'rganishni boshladim va aslida ayollarni jamiyat ezayotganini, islom esa bu borada rivojlangan din ekanligini tushunib yetdim. Aslida islom shu darajada mukammalki, hozir ham jamiyat sifatida unga yetib olish uchun kurashyapmiz. Inshaalloh u yanada kuchliroq bo'lib qaytadi. Chunki hozir biz duch kelayotgan barcha jinsga va shaxsga aloqador muammolarning barchasiga islomda yechim bor. Ehtimol biz endi bunga ham erisharmiz, chunki islom ayollarga har tomonlama erkinlikni beradi. Aslida u ayollarni juda yuksak maqomga ko'taradi. Jamiyat buni men tushunganday, men ko'rganday tushungandaydi. Subhanalloh, ular islom ayollarga nihoyatda ko'p huquqlarni berganini bilardi. Bilasizmi, bu musulmon mamlakatlar
millatlarda ilgari hech qachon ega bo'lmagan huquqlardir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bizga ayollarni qanday hurmat qilishni o'rgatganlar. Masalan, avval aytganimdek, bu narsa oddiy mehr berish orqali bo'lishi mumkin. Avvallari ayollar erkaklarga pul berishlari kerak bo'lsa, endi esa buning butunlay aksi. Odatda qiz tug'ilganida og'ir tushkunlikka tushib qoluvchi insonlar uchun bu juda og'ir yuk edi. Hatto qizlarni o'ldirar edilar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kimki bir qiz farzandini yaxshilab tarbiyalab o'stirsa, o'sha insonga jannat eshiklari ochiladi va jannatda men bilan yonma-yon bo'ladi deganlar. Bularning hammasi dengizdan bir tomchi xolos. Agar bir ayol siz bilan janjal qilsa, bahslashsa, jim turing. Ular shunday qilganlar. Ular jim turganlar. Umar ibn Xattob buni o'rgandi. U ayollari bilan bahslashishni xohlardi, lekin bilasizmi, u o'rgandi. U jim turishni o'rgandi. Ayollarga o'z his-tuyg'ularini namoyon qilishga albatta imkon berishingiz kerak. Subhanalloh, qaysi din sizga buni o'rgatadi? Menda juda ko'p misollar bor. O'ylaymanki, bular sizda bir umr saqlanib qoladi. 2008-yilda hali musulmon emasdim va G'azoda o'sha paytda ham, hozir ham qamal ostida yashayotgan odamlar bilan birga qamalda qolib ketgandim. Auzubillah. O'sha payt Ramazon oyi edi va odamlar bir-birlariga yaxshilik qilayotganini ko'rdim. Kambag'al bo'lishsa ham yordam berishardi. Shunda Rafa qochqinlar lageridagi bir oilaga go'sht olib borib yaxshilik qilay deb o'yladim. Keyin qochqinlar lageridagi bir musulmon oilaga ovqat olib bordim. Onasi eshikni ochib, "Marhamat, assalomu alaykum" dedi. Shu qadar yuzi nurli ayol ediki, yeyish-ichishga hech nimasi yo'q edi. Unga "Nega roza tutyapsiz? Menimcha Xudoyingiz sizni sevmasa kerak" dedim. Aytayotganim uchun uzr. Nega siz g'azoliklar 30 kun tashna holingizda roza tutasiz? Shunda 31-kun sizda suv bo'ladimi dedim. U "Yo'q, bizda suv yo'q" dedi. Men "Xo'sh, nega?" dedim. "G'azoda 30 kun davomida ovqatsiz o'tirasiz. Shunda 31-kun muzlatkichingiz to'ladimi?" dedim. "Yo'q, to'lmaydi" dedi. "Demak, Xudoyingiz sizni yaxshi ko'rmaydi" dedim. "Roza tutishingizga bitta yaxshi sabab aytingchi" dedim. U hech narsasi yo'q xonasida turib, Ramazonda kambag'allarni eslash uchun roza tutaman dedi. Va o'sha paytda o'ylab qoldim. Islom shu bo'lsa, men musulmon bo'laman. Chunki Xudoga ishontirgan va shunday kunda sizga hech narsa bermasa-da, undan minnatdor bo'lishingiz iymon bo'lsa, agar och bo'la turib bir kosa ovqatingizni begonaga bera olsangiz, ey Xudoyim, bu juda ajoyib. Alloh meni bir inson bilan uchrashtirdi. U o'rta maktabdagi meni sinfdoshim edi va amallarni qoldirmaydigan musulmon edi. Men islomni o'rganishga qiziqa boshladim. Maqolalar o'qirdim. O'sha davrda audio kasetalarni tinglardim. Biz Qur'onni o'qishni bitta juda takabbur sabab bilan boshladik. Ya'ni bu dinda qandaydir zidlik topib, o'sha qizni qutqarishni xohlagandim. Chunki ro'mol o'rash noto'g'ri narsa deb o'ylardim. Hijob uni yuqori martabaga erishishdan va yaxshi hayotdan to'sadi deb o'ylardim. Men ulg'aygan jamiyatda sayr vaqtida va ko'chada erkaklar doimo oldinda, ayollar esa ulardan 2 metr orqada yurardi. Shu sabab menda shunaqangi noto'g'ri tushuncha shakllangan edi. Bir tomonlama menga bu juda qiziqarli tuyulardi. Chunki bu e'tiqod unda qandaydir ichki go'zallik, tinchlik va osoyishtalik uyg'otayotganini ko'rardim. Boshqa tomonlama esa bu unga to'sqinlikni tug'dirardi, ezardi, orqaga tortardi, imkoniyatlarni cheklardi. Shunday qilib bu borada ko'p bahslashni, suhbatlashishni boshladik. Vaqt o'tishi bilan islom haqiqat ekaniga tobora ko'proq ishona boshladim. Va bu meni qo'rqitardi. Asta-sekin ishona boshladim. Qalbim, tushunchalarim o'zgarishni boshladi. Hech nima topolmadim. Topganim esa har tomonlama mukammal hayot edi. Men Qur'ondagi barcha ilmiy dalillarni topgandim. Tadqiqotim davomida Qur'on betakror adabiy uslubga ega ekanligini bildim. Ziddiyatlar yo'q edi. Bu meni juda qo'rqitardi, chunki o'sha vaqtlarda yosh bo'lishimga qaramay, agar biror narsani borimcha qabul qilsam, unga 150% bor kuchimni berardim. O'zimdagi o'zgarishlar boshlanayotganiga asta-sekin ishonch hosil qilayotganimda, bu hayotimni butunlay o'zgartirib yuborishini o'ylardim. Bu meni qo'rqitardi. Faqat islom haqida va topgan narsalarim haqida o'ylardim. Xuddi miyamga tinimsiz fikrlar yomg'ir yog'ilayotgandek edi. Bilasizmi, Qur'ondagi ilmiy va mukammal dalillar, Xudoning mavjudligi, bundan tashqari payg'ambarlikning isbotlari, fikr ustiga fikr biri-ketidan biri to'xtamay aylanardi. Keyin fikrlarimni jamlab, toza havo olish uchun uyim yaqinidagi ko'chaga aylangani chiqdim. Doim kesib o'tadigan ko'cha ro'parasiga keldim. U yerda to'xtab, yashil chiroq yonishini kutdim. Yashil chiroq yondi. Odamlar yo'ldan o'ta boshladi, lekin men o'ta olmadim. Go'yo oyoqlarim yerga mixlanib qolgandek tuyuldi. O'sha payt meni xayollarim chalkash, xuddiki shu yo'lni yoki boshqa yo'lni kesib o'tayotganimda mashina urib, hozirgi holatim, bilganlarim bilan o'lsam, bu men uchun qanday ahamiyatga ega deb o'yladim. O'shanda birdaniga hammasi menga ayon bo'ldi. Nega
qalbimga allaqachon kirib kelgan haqiqatga guvohlik bermayapman. Men islom haqiqat ekaniga ishontirgan eng katta dalillardan biri Qur'on hech qachon o'zgartirilmaganligini va millionlab insonlar uni yoddan bilishi edi. Hech qachon millionlab odamlar Injilni yod olgani haqida eshitmaganman. Shuning uchun bu mo'jiza edi. U kichkina kitob emas, u anchagina katta kitob aslida. Shu sabab bu meni e'tiborimni tortdi. Nima sizni payg'ambarimiz alayhissalom haqida eng ko'p hayratga soldi? Ularning xulqi eng hayratga solgani shu bo'ldi. Ularning go'zal xulqi, avvalo ayollarga bo'lgan munosabatlari. Ayollarga bo'lgan munosabatlari shunchalik nozik ediki, hatto qizini o'pmagan erkak bilan gaplashishni ham istamaganlar. Ayollarning hissiyotlarini tan olishlari va bunga eng chiroyli tarzda munosabat bildirganlari meni juda hayratlantiradi. Payg'ambarimiz alayhissalom bir sahobaning uyiga Oysha onamizni taklif qilmaganlari uchun ziyofatga bormaganlar. Hammasi ularning muloyimligi, ayollariga nisbatan adolatlari barchasi meni ta'sirlantirdi. Men qoyil qoldim. Uyda mehribon va muloyim, jang maydonida esa jasur va kuchli edi. U kishining Toifda bo'lganlarida qilgan yana bir ishlari, yordam so'rab borganlarida ko'rsatilgan zaifliklar bu ta'sirli qilib yoritilgan. U inson ham yig'lay olishlari haqidagi dalil. Hozirgi erkaklar yig'lay olmaymiz, shunday katta bo'lishimiz kerak deb o'ylashadi. Yo'q, u kishi yig'ladilar. Gender, ayol va erkaklar orasidagi farq haqida gapiramiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga nazar soling. Hozir Nosir Qoriy yozgan payg'ambarimiz siratlari haqidagi kitobni o'qiyapman va har bir bandidan nimadir o'rganyapman. Bu juda ham ajoyib kitob ekan. Barchaga tavsiya qilaman. Hamma narsa, hattoki payg'ambarimiz o'lim to'shagida yotgan paytlarida ham, Oysha onamiz bosh og'rig'idan shikoyat qilayotganlarida ham keltirilgan. Shikoyat qilganlarida payg'ambarimiz hazil bilan "Menikichi, mening boshim og'riyapti-ku, o'lyapman axir" degan ekanlar. Subhanalloh, ular boshlaridan kechirgan barcha narsalar shunchaki biz yaxshiroq inson bo'lishimiz va jannatga erishishimiz uchun edi. U kishining barcha qurbonliklari, oilalari, boyliklari, boshlaridan kechirgan barcha sinovlar nima uchun? Biz uchun. Qanday qilib shahodat keltirdingiz? Rostini aytsam, bu hayotimdagi eng quvonchli kun edi. Juda hayajonli bo'lgan. Kechinmalarimni so'z bilan ifodalay olmayman. Go'yo yelkamdan tog' ag'darilganday bo'lgan. O'zingizni yengil, yangi tug'ilganday his etasiz. Bu hayotimdagi eng quvonchli kun edi, to'g'risi. Hech qachon masjidda yoki boshqa joyda shahodat keltirmaganman, chunki tushunishimcha bu men va Alloh o'rtamizda edi. Empire State binosining eng tepasiga chiqib Qur'onni olib va uni o'qib, hali hech narsa bilmaysizlar deya odamlarga qarab baqirgim kelganda, shu kitobni o'qisangiz dunyo haqida bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsani bilasiz. Jiddiy aytyapman. Shunday qilib o'sha masjidga keyingi safar shahodat keltirishga borganman. Ha, alhamdulillah. U yerda taxminan 60-70 kishi bor edi. O'sha paytda shahodat keltirishimga guvoh bo'lganlar hozirgacha eng yaqin insonlarim bo'lib qolishgan. Alhamdulillah. Shahodat keltirish juda ajoyib edi. Yaxshi eslayman. Juda qattiq hayajonlanganman, hattoki titragandim, lekin bu juda yoqimli edi. Shahodat keltirishim uchun g'usl olganim ham yodimda. O'shanda men uchun butunlay yangi hayot boshlanganini his qilganman. Yangi boshlanish edi. Alloh barcha gunohlarimizni kechiradi, lekin oldingi yaxshi amallarning ajrini baribir beradi. Shu haqiqat qalbimni larzaga soladi. Bu juda ajoyib tuyg'u edi. Men muslima ayol sifatida yangi hayotimni boshlashga tayyor edim. Shunday qilib o'qishni boshladim. O'qish. Uyga qaytdim va keyingi 7 kun davomida hamma narsa o'zgardi. Namoz o'qishni, Allohga yig'lashni istardim. Musulmonlar qilganidek boshimni sajdaga qo'ydim va 2 gapni qayta takrorladim. Faqat rahmat deb, keyin esa kechir dedim. Bu hayotni berganing uchun, hayotimdagi barcha mehr, muhabbat, meni hali anglamagan ne'matlarni berganing uchun rahmat dedim. Bilasan, chiroyli qizlarim bor. Muhabbatni tanidim, imkoniyatlarga ega bo'ldim, yaxshi oilam bor. Endi seni tanidim. Buning uchun rahmat, kechir meni dedim. Uzoq uzr so'radim va haftalar davomida yig'ladim. Oila va atrofingizdagilar bunga qanday munosabat bildirishdi? Shahodat keltirganimdan keyin hammaga musulmon bo'lganimni aytganim yo'q albatta. Odamlar bilib qolishidan cho'chimadim, bilishsa ham muammo yo'q edi. Lekin ayniqsa islomni qabul qilganimni dastlabki davrlarida atrofimdagilarga musulmonman deb ochiq aytmasdim. Shuning uchun bu haqida oilamga umuman aytmadim. Bunday qilishimga sabab menimcha ba'zi paytlarda, ayniqsa yolg'iz qolganimizda o'zimizda kuch topa bilishimiz bo'lsa kerak. Avval o'zingni kim ekanligingni anglay olishing kerak va bilimingni mustahkamlashing shart. Shundan keyin bunday og'ir suhbatlarga tayyor bo'lasan. Shaxsan o'zim hech qanday bahslarga aralashishni xohlamadim. Odamlarning fikr bildirishi bu noto'g'ri deyishi, nega bunday qilding, bu to'g'ri, bu xato degan gaplarni gapirishlari menga g'amxo'rligidan aytayotgan bo'lsa ham eshitishni istamasdim. Bilaman, sevganlardan, qayg'urganlardan gapirishadi. Men uchun xavotir olishardi, chunki bular uchun yangilik edi. Lekin nima qilayotganimni bilardim va avval aytganimdek, bu men bilan Alloh o'rtasidagi narsa. Va men bu yo'lda hech kimning aralashishini
istamadim. Oxir oqibat yaratganning huzurida bugun qilgan va undan keyin qiladigan amallarim uchun yolg'iz o'zim javob beraman va bu yo'lda hech kim menga kafil emas. Shuning uchun ham hech kimga aytmadim. Balki odamlarga aytishdan biroz qo'rqqandirman. Lekin oilam bu haqida qanday bilib qolganini aniq eslayman. Ular eslaydimi yo'qmi bilmayman-u. Hammamiz birga kechki ovqatga o'tirdik va biz bir restoranda o'tiribmiz va men oilamizdagi yagona qizman. To'ng'ich qiz farzandman. Otamning esa jajji kichkina qizalog'iman. Ular to'yim haqida gaplasha boshlashdi. Otam Alma turmushga chiqqanida men chiroyli bir cherkovda uni qo'ldan ushlab yo'lakdan olib o'taman deb aytdi va to'yim haqida otam juda ko'p rejalar tuzayotgandilar. Men esa jim o'tirib ovqatimni yeb o'tirardim. Hech narsa demasdan suhbatlashishlarga qo'yib berdim. Keyin onam menga qarab bu hech qachon bo'lmaydi deb aytdi. Shunda otam albatta hayratlanib, nega endi bunday bo'lmas ekan deb so'radi onamdan. Keyin chunki qizingiz musulmon dedilar. Shu payt ovqatimni yanada tezroq yeya boshladim. U namoz o'qiyotganimni ko'rgan. Ha, u xonimni namoz o'qiyotganimni ko'rgan va men allaqachon shahodat keltirib musulmon bo'lganimni tushunib yetgan. Lekin menimcha ular buni vaqtinchalik holat deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Ehtimol yoshim tufayli yoki o'sha paytdagi xarakterim sababli shunday o'ylashgandir, bilmadim. Agar nimagadir chin dildan qiziqsam va bu aynan o'sha narsa bo'lsa, uni borlig'im bilan himoya qilardim. Shuning uchun dinimni doim himoya qilardim. Dinimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqardim. Endigina topganimni yo'qotib qo'yishdan xavotirlandim. Shu sababli qilgan qarorimga hurmat bilan munosabat bildirishdi. Nimagaligini tushunishmasa-da, ular mening oilam edi. Buvim meni yoniga chaqirib, "Baxtlimisan?" deb so'radi. "Ha, men baxtliman" deb aytdim. U "Yaxshi, unda o'zing xohlaganingdek qil" dedi. Oilamga unga tegmanglar deb aytdi. U ichmasa, chekmasa, kechasi ko'chada yurmasa, bolasi bilan shug'ullanadi, kiyinishi ham yaxshi, hammasi joyida dedilar. Oxir oqibat ular meni qabul qildilar va butun oilamdan yangi e'tiqodimga hurmat bilan qarashni so'radi. Musulmon bo'lish va ro'mol o'rash erkinligingizni chekladimi? Islomni qabul qilganimdan so'ng asl erkinlikka erishdim. Chunki erkinlik bu odamlar tomonidan qo'yilgan zanjirlardan xalos bo'lishdir. Agar siz chin dildan yaratgan bilan bog'lansangiz, hayotning maqsadini anglasangiz, faqat u uchun yashaysiz, boshqalar uchun emas. Mana shu haqiqiy erkinlik. Ha, hozir ro'mol o'rayman va ha, Allohim roziligi uchun qilishim kerak bo'lgan ba'zi majburiyatlarim bor. Ammo erkinman. Chunki qarorlarim, qayerga borishim, nima qilishim yoki qilmasligim barchasi meni yaratgan zot uchundir. Bu men bilan bir yo'ldan ketayotganlar uchun emas. Demak, ha, erkinman. O'zimni erkin his qildim. Go'yoki hijob meni to'liq ozod qilganday tuyuldi menga. Ya'ni o'zim kim meni ko'ra olishi-yu, kim meni ko'ra olmasligini o'zim tanlayman. Go'yoki spirtli ichimlikni reklama qilayotgan yarim yalang'och ayol tasviri men uchun haqoratliroq. Bu esa ozodlikdir. Bu albatta oson bo'lmagan, chunki oyim ko'chaga chiqqanimda atrofdagi insonlar menga e'tibor berishlarini xohlardim. Lekin shu bilan birga noto'g'ri odam qarasa jahlim chiqardi. Keyin shu odatimni ortda qoldirdim. Bu juda ham qiyin bo'ldi, chunki odamlar menga qarayaptimi yo'qmi shu orqali o'zimga baho berardim. Bu juda ham og'ir bo'lgan, chunki Angliya ko'chalardan yurib ketayotganimda endi xuddiki yo'q edim, ko'rinmas bo'lib qolgandim. Aktrisa bo'lishni istagan, doim o'zgacha kiyinishga odatlangan odam uchun bu istaklarga qarshi borish edi. Bu men uchun juda katta o'zgarish bo'lgan. Lekin o'zimga qarshilik qila boshladim. Bu kiyinishlardan rohatlanishdan boshladim. Men ko'chada yurayotganimdan hech qanday tomoshabob odam emasligim yoqa boshladi. Birinchi marta odamlar men haqimda nima deb o'ylayapti degan xavotirlarsiz yashashni boshladim. Islom menga shu lazzatni berdi. Musulmon bo'lish haqida o'ylayotganingizda Alloh bilan bog'lanishga, u bilan aloqa qurishga e'tibor berishingiz kerak. Shuning uchun bu yerda ma'lum bir jarayonlar mavjud. Ularni his qilish kerak. Ular sizga nega sochingizni yopishingiz, nega tanangizni yopishingiz, nega ayrim narsalardan tiyilishingiz kerakligini tushunishga yordam beradi. Shuning uchun musulmon bo'lishni istayotgan, Allohga ishonaman, musulmon bo'lishni xohlayman deb o'ylayotganlarga beradigan maslahatlarimdan biri shu. Payg'ambar alayhissalom sunnatlariga ishonaman, lekin sochimni yopishni xohlamayapman yoki bu narsadan voz kechishni istamayman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, hammasining
hammaning o'z vaqti bor. Alloh bilan bog'liqlik o'rnatsangiz, albatta o'zgarishlar ro'y beradi. Ba'zi narsalarni hayotda qilaman deb o'ylamaganman. Masalan, hijob kiyish. Kechki bazmlardan voz kechaman ham deb o'ylamaganman. Lekin Alloh bilan munosabatim va dinni o'rganishim chuqurlashgani sari bu o'z-o'zidan yuz berdi. Allohni rozi qilishni istay boshladim. Asosiy e'tibor Alloh bilan bog'lanishga qaratilishi kerak. Allohning rahmatini tushunishga, uning muhabbatini anglashga, Alloh kim ekanini bilishga harakat qilishimiz kerak. Shoshilmang. Kimga ibodat qilayotganingizni tushuning. Nima uchun unga sajda qilayotganingizni anglang. Qolgani o'z yo'liga tushadi. Har bir odamning o'z yo'li bor. Buni ko'plab islomni qabul qilgan insonlarda ko'rganman. Hatto payg'ambar Muhammad alayhisalom davrida ham odamlar dinni turli yo'llar bilan qabul qilishgan. Hammasi asta-sekin bo'ladi. Hatto spirtli ichimliklardan voz kechish ham oson bo'lmaydi. Hech narsa birdaniga sodir bo'lmaydi. Odamlar mendan juda ko'p marotaba islom og'ir, qiyin din emasmi deb so'rashadi va men hech ikkilanmasdan islomsiz hayot bu qiyin hayot deb aytaman. Rahimli zot bizga bu dinni ne'mat sifatida berdi, lekin hech kimni majburlamadi. U shunchaki dedi: "Mana bu seni tanloving, qaror seniki, natija ham seniki. Aql bilan tanlov qil." Odamlar musulmon bo'lsang arabga o'xshab qolasan. Ismingni, kiyimlaringni, urf-odatlaringni o'zgartirishing kerak bo'ladi deyshadi. O'z madaniyatingizga sodiq qolgan holatda musulmon bo'lish mumkinmi? Odamlar orasidagi eng katta noto'g'ri tushunchalardan biri islomni qabul qilganingda go'yoki arabga aylanib qolishing yoki o'z madaniyatingga yot bo'lgan boshqa urf-odatlarni qabul qilayotgandek bo'lishingdir. Va ochig'ini aytsam, islomga kirganimda, ya'ni bundan 20 yil avval hech qanday musulmon tanishim yoki islomni qabul qilgan lotin amerikalik musulmon yo'q edi va bu men uchun juda ham qiyin bo'lgan. Hozir esa hammasi mutlaqo boshqacha. Zamon o'zgardi. Ijtimoiy tarmoqlar, turli platformalar va guruhlar va islomning keng tarqalishi orqali endilikda musulmon bo'lish uchun arab bo'lish shart emas. Hind yoki bo'lmasa rus bo'lish ham shart emas. Qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'zligingizni saqlagan holda musulmon bo'lishingiz mumkin. Bu din butun insoniyat uchun nozil qilingan va u sizni ham o'z ichiga oladi. Afsuski, ko'pchilik orasida islomni qabul qilgandan keyin ismini o'zgartirish kerak degan noto'g'ri tushuncha bor. Bu xato. Agar ismingiz yomon ma'noni bildirmasa, hech qanday uni o'zgartirish kerakligi aytilmagan. Bemalol Mariya, Filip, Pablo bo'lib qolishingiz mumkin. Hech nima bo'lmaydi. Eng muhimi shundaki, bu sizning kimligingiz. Mana shu muhim. Albatta o'z madaniyatingizdagi go'zal jihatlarni saqlab qolishingiz mumkin. O'zim haliyam mole sousini, taco, flauta tayyorlay olaman. Madaniyatimdan to'liq zavq olib yashayapman. Iso alayhisalomni sevishni yoki ularga ishonishni to'xtatishimiz shart emas. Hatto Maryam onamiz uchun Qur'onda alohida bir sura bag'ishlanganini ham ko'rishimiz mumkin. Bu narsalar bizga mutlaqo begona emas. Ularni sevamiz, hurmat qilamiz. Sevib hurmat qilishni to'xtatishimiz ham shart emas. Aksincha, islom hayotimizni ko'plab jihatlarni boyitishga yordam beradi. Shuning uchun takolarni yeb, madaniyatimizni boricha sevib yashashda ham davom etishimiz mumkin. Islom dinini o'rganishda ham davom etamiz. Chunki islom bu hayot tarzimizdir.